Yağmur kenmesi birodar, g'amga to'la bozor artık. Dünya kenmesi birodar, g'amga to'la bozor artık. Bu dünyanın baharı yazın, aldamçı gülzar artık. Farzand ile güzel hayatın, akıllı bulmayı zürriyadın. Farzand ile güzel hayatın, akıllı bulmayı zürriyadın. Bir caylara baran dayaşım, oğlu kızın azar artık. Bir caylara baran dayaşım, farzandların azar artık. Utsa aylar utsa yılların, utsa aşık demlerin. Utsa aylar utsa yılların, utsa aşık demlerin. Kalam kaşı dilber kızlarını, şirin şirin hayal artık. Kalam kaşı dilber kızlarını, şirin şirin hayal artık. Allah bu evvela yavrum, bozulmayı şemaramın. Allah bu evvela yavrum, bozulmayı şemaramın. Dert tapsa yer bu şirin canım, her bir dağının atar artık. Dert tapsa yer bu şirin canım, her bir dağının atar artık.
Müşkül ahvale salma başını, avdan oylab kıl her yumuşni. Min kaygı bitirmez bir işni, Pişaymanın ağzları artık. Hiç kimseye nepin tingmese, Uzun hayallarda yürümese, hiç kimseye nepin tingmese, Uzun hayallarda yürümese, yazga onuna amel kılmasa, ulu şairinin aşaratı. Yazga ona amel kılmasa, ulu şairinin aşaratı. Dünya bir kemmesi birodar, gamga to'la bozor artık. Dünya bir kemmesi birodar, gamga to'la bozor artık. Bu dünyoni bahori yozib, aldamchi gulzor artık. Bir joylara yetganda yoshing, farzandlaring ozor artık. O'g'il qizing ozor artık. Farzandlaring ozor artık. Cennetga kirib Maliki Rizvon nima qildi? Jannatga kirib Maliki Rizvon nima qildi? Rasvoyi malak bo'ldi-yu, shayton nima qildi? Ulmama Havvo tug'ib berdi odamizodni. Ulmama Havvo tug'ib berdi odamizodni. Kimaya satib nuh bilan to'fon nima qildi? Kimaya satib nuh bilan to'fon nima qildi? Yusuf'un Firavun'da mudam yığladı Yakup. Yusuf'un Firavun'da mudam yığladı Yakup. Mısır'ilge şah oldu, Kenan nima qildi? Mısır'ilge şah oldu, Kenan nima qildi?
yığıp aldı bütün hoşki tavrını. İskender yığıp aldı bütün hoşki tavrını. Evlere ferman bir diyor Süleyman kıldı. Evlere ferman bir diyor Süleyman kıldı. Dünyonu yığıp özüne dost eyledi karı. Bilgili ki vapa körmedi karı nima kıldı. Biraz geçip Hakka yakın buldu Muhammed. Mihraç'a çıkıp Allah'a yakın buldu Muhammed. Cebrail kilip ortada hayran kıldı. Cebrail kilip ortada hayran kıldı. Umrum mutlu deyip yığlamayım aşrebi miskin. Umrum mutlu deyip yığlamayım aşrebi miskin. Bin yıl yaşayan Hazreti Lukman kıldı. Bin yıl yaşayan Hazreti Lukman kıldı. Devlere ferman bir diyor Süleyman kıldı. Devlere ferman bir diyor Süleyman kıldı. Aşınanlık koyup birader, aşınanlık koyup birader, menge insandan gepir. Nefs işim bir lahza çetlep, işku imandan gepir. Rozgar hiç tolmagay, rozgar hiç tolmagay, naldi beterler bil anı. Varını kandap tulgazırsan, ilmu ilfandan gepir. Varını kandap tulgazırsan, ilmu ilfandan gepir. Toprak yürür kimce akşi
unga konar. Bulucu toprak yürür kim can ki unga konar. Ruhga bu toprak gerekmez, ruhga osmondan gapir. Ruhga bu toprak gerekmez, ruhga osmondan gapir. İki güç iki tamam tartarıymış her kimseni. İki güç iki tamam tartarıymış her kimseni. Sözü şeytandan nazar kim, söz Rahmandan gapir. Sözü şeytandan hazar kim, söz Rahmandan gapir. Öttüler şahu gedalar, öttüler şahu gedalar, birme bir bu sahnede. Sahnenin ortidan eğer, sahnenin ortidan eğer, menge uyandan gapir. Meyli Abdüselam dünya işinem koymalı. Meyli Abdüselam dünya işinem koymalı. İşke kul ben bolsa bolsun, dilge cenahından gapir. İşke kul ben bolsa bolsun, dilge cenahından gapir. Sözü şeytandan azar kim, söz Rahmandan gapir. Sözü şeytandan azar kim, söz Rahmandan gapir. Duş gelen her bir insana, kalıp verip bulma parmağına. Duş gelen her bir insana, dil verip bulma parmağına. Kadrin bilmeyen adana, uzatkan kulların hayıftır. Kadrin bilmeyen adana, uzatkan kulların hayıftır. Şirik bulanlar aşına,
Kaçar ise başına, şirik bulanlar aşına. Kaçar ise başına, arzımazlar göz yaşına. Yığılan gözlerin hayıftır, arzımazlar göz yaşına. Yığılan gözlerin hayıftır. Namerd bulsa sılzatı, bulmasın hiç yatı. Namerd bulsa sılzatı, bulmasın hiç yatı. Bulmağlarını kuş kanatı, sözlegen sözlerin hayıftır. Bulmağlarını kuş kanatı, bergen ögitlerin hayıftır. Vafa bilen sevsen eğer, bulsun vafalı bir dilber. Vafa bilen sevsen eğer, bulsun vafalı bir dilber. Ar hayasız bulsa eğer, bergen künüllerin hayıftır. Ar hayasız bulsa yer, açkan künüllerin hayıftır. yurdasın ata oğul, her zemberse bulsun akıl. Bir yurdasın ata oğul, bulsan adam bir becahil,
yedirgen ağların hayıftır. Bulsan adam bir bedcahı, yedirgen ağaçların hayıftır. Azimce yol tap küngüle, sözün yaksın her bir dile. Azimce yol tap küngüle, sözün yaksın her bir dile. Aytkanın yetmese menzile, pişahına derlerin hayıftır. Aytkanın yetmese menzile, pişahına derlerin hayıftır. Farzand berse bulsun akıl, el yurtdasın ata oğul. Farzand berse bulsun akıl, el yurtdasın ata oğul. Bulsan adam bir bedcahı, yedirgen ağların hayıftır. Bulsan adam bir bedcahı, yedirgen ağaçların hayıftır. Hayasız bulsa dilber, bergen köngüllerin hayıftır. Sözlegen sözlerin hayıftır. Sözlegen sözlerin hayıftır. O savet idi, o savet idi, vahni zamanı zümer yerdi. Ul mahlık hava keremu lütfü fenalirdi. Can irdi anın faykarı, canım beden irdi. Ul mahlık hava keremu lütfü fenalirdi. Gülşen turda meskenimiz bir çemen irdi. Yavrum bu keçe mesarına kilgelim ayıl. Vesayetliğin buldu benim şenime nazım. Bülbül idi uykuda dağı, gül idi gafıl. Gülbüller ay iki kişiye sığılmışa menzil. Bülbül bilen ikimize güldü vatan irdi. Gül gülmeyişim bizni kılıp servis sana biraz. Hayda Hurbey
sığmağdın eyle banizaz Lali bir bal Canal bal çeşmi sunsaz Meseyledi gah naz gah her beden avaz Lali bir bal Canal bal çeşmi sunsaz Meseyledi gah naz gah her beden avaz Köksüm kebi çağılana Pirahem verdi Hurşidine yetkerdi bugün şerhi zeberdest Camrle bedenen bir bal haline payvaz Lali meydan işkeç olup toprağı zepes Lali meydan işkeç bulup toprağı zepes Men dağı yüzümlü kalba divak koyup pes Gülber güzel kipriden Ayar çitken irdi Gülber güzel kipriden Ayar çitken irdi
yüz kadra hayatiden bulup akşamda sürdün şati kebi devran. Vas akşamda sürdün şati kebi devran. Acrindi navayını eğer öldürsen erman. Mulşaki murad ana bu acip Hasan yirdi. Gülbar güzel kipridan bayar çitken yirdi. Hosavat idi, 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 hosavat idi. Avvalo assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, xonimlar va janoblar, assalomu alaykum. Yuraklari, qalblari mana shu quvonchli, nihoyatda go'zal bo'lib o'tishi kutilayotgan bugungi bayram tadbiri shukuhiga lim-molim bo'lgan ilmning fazilatli insonlari, xalqimning bayramsevar, tinchliksevar vakillari siz bilan har doimgidek quvonchli didordan sevingan holda mana shu oqshom tashkilotchilari hamda bugun xizmatingizdagi barcha ijodkorlar nomiga yana bir bor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Assalomu alaykum deymiz, hurmatli xonimlar va janoblar. Avvalambor sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bayramimiz 2026-yil bilan chin qalb bilan muborakbod etamiz. Bayramoldi tashkillashtirilgan tadbirimiz esa yana bir marotaba qutlab qolamiz. Barcha azizlarimizni yuzidagi a'lo kayfiyat bayramimizni oxirigacha sizlarni hech qachon tark etmasin deymiz azizlar. Yaxshilik va yorqinlik sari deb nomlangan bayramimizga xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Yana bir bor barchaga ushbu oqshom qutlug' bo'lsin. Hamzaga tabriklaymiz. Boshlangan tadbir fayzli kecha, hamkasblar davrasidagi hamkorlar bilan nihoyatda bir ajoyib tarzda o'tib ushbu oqshom qutlug' bo'lsin. Qadrli mehmonlar, bugungi bayram kechasi nafaqat quvonch, balki katta sovg'alar oqshomi ham bo'ladi. Ishonchim komil, mana shu oqshomni Hamza aka ko'pchilik mehmonlarimiz hayotlarining oxirigacha unutmaydi. Aynan mana shu fayzli kechamizning yorqin taassurotlarini eslagan holda nihoyatda zo'r bir kecha bo'lgan edi, yodingdami degan so'zlar bilan e'tirof qilishadi. Bunga ishonchimiz komil, zero bugun siz uchun hozirlangan surprizlar nihoyatda ko'p. Xorazm Elektromarket, ya'ni Voltus Elektro hamda Tok.uz brendidan har 5 va 6 million so'mlik xarid uchun sizga taqdim etilgan vaucherlar mana shu siz guvohi bo'layotgan davramizdagi Lotatron orqali o'ynaladi. Omad kulib boqqan mehmonlarimiz, ya'ni bir nafar ishtirokchi 12 million so'mlik oltin to'plam egasiga, bir nafar ishtirokchi zamonaviy elektroskuterga, 3 nafar ishtirokchi umra ziyorati yo'llanmasiga hamda 2 nafar baxtli mehmon avtomobil sohibiga aylanadi. O'ylaymanki, qarsaklarga munosib sovg'alar siz uchun hozirlangan. Qolaversa, yil davomida amalga oshirilgan savdo hajmlaridan kelib chiqqan holda 100 dan ortiq maishiy texnikalar maxsus kategoriyalar asosida o'z egalariga taqdim etiladi. Bayramni yorqin taassurotli bo'lishini ta'minlashda o'zlarining katta hissalarini qo'shgan hamkorlarimizga ham tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Hamkorlar uchun ham qarsaklar chalib qo'ysak arziydi azizlar. Katta rahmat.
Demak, mana shu kutilgan bayram tadbirini rasman ochiq deya e'lon qilib berishdan so'ragan holda Kamina katta hurmat, ehtirom va albatta sizning diqqat e'tiborlaringiz, qarsaklaringiz og'ushida Xorazm Elektromarket asoschisi Ro'zmat aka Rahimovni taklif etmoqchiman. Marhamat qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli davra ishtirokchilari, hurmatli Xorazm elektriklari, Toshkentdan kelgan me'morlar. Yaxshimisizlar? Hammangizni elektriklar kasb bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu elektriklar borki, yo'llar charog'on, uylar charog'on, barchangizni oilalaringizda tinchlik, omonlik, ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Bugungi mana tadbirni men yaratib o'tirmayman. Mana bu yerda hozir o'zi bu yigit qizlar o'zlari hamma gap so'zlarni aytadilar. Sizlarni yana bir bor kasb bayramlaringiz bilan kirib kelayotgan yangi 2026-yil bilan tabriklayman. Oilalaringizda tinchlik, omonlik tilayman. Sog'lik, salomatlik bo'lsin, ishlaringizda muvaffaqiyat. Rahmat. Kechamiz ochiq. Yeb-ichib bemalol san'atkorlarni sozlaridan bahramand bo'lib o'tiraverasizlar. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizga ham muborak bo'lsin. O'ngidan boshlansin degan o'zbegimning sevimli jumlasini e'tirof qilamiz. Ruxsatingiz bilan oqshomni mana shunday ajoyib kayfiyatlarda davom ettirar ekanmiz. Qadrli va hurmatli mehmonlar, bugun 21-dekabr sanasi 2025-yil va biz o'tib borayotgan 2025-yilni munosib ravishda kuzatib qo'yish hamda 2026-yilni ajoyib kayfiyatlarda kutib olishimiz uchun bugungi oqshom davomida hamma sharoitlar siz uchun hozirlangan. Ijodkorlar xizmatingizda shohona dasturxon sizning oldingizga hozirlangan. Shunday ekan, sizga xush kayfiyat, eng ajoyib kayfiyatlarni tilaymiz. Qolaversa, aytib o'tildi yuqorida, 22-dekabr bu xalqaro, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stligida aynan elektr sohasiga aloqador bo'lgan insonlarning bayrami nishonlanadi. Shunday ekan, kasb bayramingiz muborak bo'lsin. Hamkasblar davrasida nihoyatda bir chiroyli bayram oqshomini o'tkazamiz inshaalloh. Oqshomimizga, bayramimizga azizlar, o'zining ustalari, ishini ustalar yig'ilgan ekan. Shunday ekan, yana bir marotaba kasb bayramingiz muborak bo'lsin deymiz. Sovg'a salomlarimiz esa sanoqli qatnashchilarimizga emas, azizlar, davramizga tashrif buyurgan barcha qatnashchilarimizga, mehmon va mezbonlarimizga atalgan. Azizlar, shunday ekan, kayfiyatingizni tushirmaysiz va oqshomimizni a'lo kayfiyatda birgalikda san'atkorlarimiz ila davom ettiramiz. San'atkorlarga navbat taqdim qilishdan oldin tadbir tashkilotchilari ham ikki og'iz nutq gapirish istagidalar. Shunday ekan, Hamza aka, Akmal aka, Otabek aka, muborak bo'lsin bugungi boshlangan bayram tadbiri. Hurmat, ehtirom bilan hammamizning e'tiborimiz, diqqatimiz sizda ekanligini e'tirof qilib, so'z navbati mikrofon taqdim qilamiz. Marhamat. Yosh kattaligini e'tiborga olgan holda ustadan bir ikki og'iz 9 Oyna elektrik brendimiz ostidagi do'konimiz boshlig'i Otabek akamdan bir ikki og'iz gap eshitamiz. Xudo xolasa. Assalomu alaykum azizlar, mehmonlar, yaxshi keldingizlarmi? Kelganlaringizdan, ko'rganimizdan xursandmiz. Nima deydi? Bayramlaringiz muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Kelganlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Rahmat usta. Assalomu alaykum, hurmatli elektrik, energetik, molerkachi, hudojnik, xalqimiz xizmatidagi ustalar, hammangizga xush kayfiyat tilaymiz. Bugun xudo xolasa bir bayramimizning navbatdagi qismi bo'ladi, xudo xolasa. Ustozimiz aytadi kollejda esonaman girib oldingizlarmi deb. Esonaman girib oldingizlarmi? Bu sal qiyin bo'ldi o'xshaydi. Rahmat, salomat bo'ling. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Kasb bayrami bilan qutlaymiz barcha oqshomimiz mehmonlarini. Qolaversa, yana bir bor tadbir davomida eng ko'tarinki ajoyib kayfiyatlarni sizga taramoqchiman. Zero sizning yaxshi kayfiyatingiz bugungi oqshom tashkilotchilar uchun, xizmatingizdagi ijodkorlar uchun ham nihoyatda muhim, nihoyatda ahamiyatli. Oqshom davomida sizning xizmatingizda boshlovchilar sifatida Kamina Islombek Bekturziyev hamda
Nilfarxon Karimova birga bo'lamiz. Ajoyib xush ovoz xonandalar jonli ijroda mumtoz qo'shiqlarni qilaversa o'ziga xos estrada qo'shiqlarini ham sizning e'tiboringizga havola qilishlari rejalashtirilgan va talab takliflariga binoan hozir oqshomimizni xush ovoz xonandaning ijrosidagi ajoyib mumtoz qo'shiqlar bilan davom ettirish arafasidamiz. Elimiz, yurtimiz Ardoqdagi xush ovoz va mehnatsevar xonanda, Xorazm san'ati namoyandasi Tohirbek Hasanov siz uchun kuylaydi. Marhamat. O'tkinchi bu olamda O'tkinchi bu olamda ki hurram emas yoki birov ko'nglining beg'am emas shod bo'lsa bu olamda biron shod bo'lsa bu olamda biron odam agar bil bu ikkovni olam ne odam emas ne odam emas bu dunyo bizlara kunidan miros bu dunyo bizlara kunidan miros ko'z ko'rmas qo'l yetmas uzoqdir meros bizlar bu dunyoga mehmonmiz xolos bizlar bu dunyoga mehmonmiz xolos kichiraymiz kengaymiz aslo to'g'rilmas kichiraymiz kengaymiz aslo to'g'rilmas hayatı sınav meydanı Tanadan tinçken şayet can
İnsanlı hayatı sınav meydan, Taneden tinçker şayada can. Şudur bize perver diyar fermanı, hiçbir iş Allah'dan ey bir haber olmaz. Şudur bize perver diyar fermanı, hiçbir iş Xudodan ey bir haber olmaz. İslam bir küreşti, Muhammed Velim canını can verdi, Hazreti Ali. İslam bir küreşti, Muhammed Veli canını can verdi, Hazreti Ali. Daima rehnama alem serveri, hiçbir keskir kılıcı zülfikar olmaz. Daima rehnama alem serveri, hiçbir keskir kılıcı zülfikar olmaz. Acelden özgeni mağdur şanesi, açık sözden bitmez diller yarası, içi kara olsa Adem balası, içi kara olsa Adem balası, min şem yakın bilen şöyle dar olmaz. İçi kara olsa Adem balası, min şem yakın bilen şöyle dar olmaz. Sevip yar kadre bilgin zarifi, yar için yığlağı külgür zarifi, yar için yürüt yergir zarifi.
Yordan özge sana vafadar olmaz. Yar üçün yürüp yerge zarifin, Yordan özge sana vafadar olmaz. Hiçbir iş Xudo dinay bexabar olmaz. Hiçbir iş Allah dinay bexabar olmaz. Her namerde aytma derdi asring, hasret otu cismi yakınca bulmaz. Her namerde aytma derdi asring, hasret otu cismi yakınca bulmaz. G'ussa bilan dona yüzingni, g'ussa bilan dona yüzingni, aşkina damını dökkençe bulmaz. Aşkina damını dökkençe bulmaz. Köngü kırığı bilen bulmalar ülfet, yeter dürli kesafet. Her neçe kömürge eylesen yezer, her neçe körge eylesen yezer. Üstüne krasi yıkança bulmaz. Üstüne krasi yıkança bulmaz. Halavetin yüzüne tüdüzün, Heme kırıp saraytırma yüzünü. Her na keser rava görme sözünü, her na keser rava sözünü. Sözünü binasına yıkança bulmaz. Sözünü binasına yıkança bulmaz.
Yalğançını özleri ölümden yaman Yamansız aldımda zerkü bilan Yamansız aldımda zerkü bilan Çaksa da bir çün çakança bulmaz Çaksa da bir çün çakança bulmaz Sözünü binasını yıkança bulmaz Derya oyuna yüzüm tuttum ya Cebbar Derya oyuna yüzüm tuttum ya Cebbar Sen mersen namerdem öta cehleme Sen havlumdan haber al gil ya Settar Sen havlumdan haber al gil ya Settar Atanı oğulga sen zor eyleme Atanı oğulga sen zor eyleme Her kimde bağırırsın abi yavganı Dost dostunu sağlıkın bilse bulganı Her kimde bağırırsın abi yavganı Dost dostunu sağlıkın bilse bulganı Bir eneden bulgan iki doğganı Ekeni ükeye al yavru eyleme Bir anadan bulgan iki doğanı Ekeni ükeye al yavru eyleme Bayıt bana kesli yerden ziyade Çöl yerde miskinlik koyma piyade Rezzak sen halla olsan iki dünyada Rezzak sen halla olsan iki dünyada Özünden özgeye müteac eyleme Rezzak sen halla olsan iki dünyada Özünden özgeye müteac eyleme Yetimni yılatma atadan ayrım Başa külfen salbayla gayri Kekselik tiganda kıyna kılmaydı
Kekseliktiğinde kıynağılmaylı görer gözden kuldan bekar eyleme. Kekseliktiğinde kıynağılmaylı görer gözden kuldan bekar eyleme. Bahilamış bir memir bağlamı sen, namerde düş verme kadirde anım sen. Rızkımı ete akıl gazı kanım sen, rızkımı ete akıl gazı kanım sen. Özünden özgeye muhtaç eyleme. Rızkımı takılga az kanım sen, özünden özgeye muhtaç eyleme. Mende bir atanlar bir ıskabı, hak sana benden bir resul. Kasibi tileyin özün kıl kabul, kasibi tileyin özün kıl kabul. Bir edepten ile serdar eyleme. Kasibi tileyin özün kıl kabul, bir edepten ile serdar eyleme. Dergâhına yüzüm tuttum ya cebbar, dergâhına yüzüm tuttum ya cebbar. Sen versen namerde muhtaç eyleme. Sen versen namerde muhtaç eyleme. Köngül hayran göz hem giryan, eke bir yan ökeme bir yan. Köngül hayran göz hem giryan, eke bir yan ökeme bir yan. Altın kavşağını hem eyran, hanedanda baş bulmasın. Ata diyen seni adın, ferzendir seni kanatın. Ata diyen seni adın, ferzendir seni kanatın. Özündedir öz uyatın, kazanında aş bulmasın. Özündedir öz uyatın, kazanında aş bulmasın.
bo'lmas, gülüp durgan yüzing bo'lmas. Belli aytgan sözing bo'lmas, gülüp durgan yüzing bo'lmas. El içinde yüzing bo'lmas, öyde kalam kaş bo'lmasa. El içinde yüzing bo'lmas, öyde kalam kaş bo'lmasa. Oturursan uylanasın, haytamana yulanasın, kayga varsa hurlanasın, yanımda yoldaş olmasa, kollarından gitsem alın, soramazlar seni halın. Uzaklaşar dostu yarım, üzünde kandaş olmasa. Ataxandir yaxşı turmuş, eğer alsan halktan alkın. Yazı bahar karanlık kış, ay bilen quyosh bo'lmasa. Yozu bahar qaranliq qish, ay bilen quyosh bo'lmasa. Uyda kalam qosh bo'lmasa, xonadonda bosh bo'lmasa. Otam kadriga yetmoqni farzand o'stirdimu bildim. Otam kadriga yetmoqni farzand o'stirdimu bildim. Onam kadriga yetmoqni uyqum buzildi-yu bildim. Onam kadriga yetmoqni uyqum buzildi-yu bildim. Yosh edim charchashni bilmay, na xizmat uch kelsa qildim. Yosh edim charchashni bilmay, na xizmat uch kelsa qildim. Quvvat qadriga yetmoqni yoshim ulg'aydi-yu bildim. Quvvat qadriga yetmoqni yoshim ulg'aydi-yu bildim.
Atası anası bağlar, devreni toldurıp oynar. Atası anası bağlar, devreni toldurıp oynar. Atası anası yoklar, öksünüp yığlar. Atası anası yoklar, öksünüp yığlar. Atacağım misafir buldum, yaxşı yamanı gördüm. Atacağım misafir buldum, yaxşı yamanı gördüm. Kız kadriga yetmoqni misafir buldumu bildim. Kız kadriga yetmoqni musafir buldumu bildim. Otam kadriga yetmoqni farzand o'stirdimu bildim. Otam kadriga yetmoqni farzand o'stirdimu bildim. Anam kadriga yetmoqni uykum buzildi-yu bildim. Anam kadriga yetmoqni uykum buzildi-yu bildim. Yoshim ulg'aydi-yu bildim. Farzand o'stirdimu bildim. Katta rahmat. To'g'ribek Hasanov yaqin daqiqalar davomida siz qadrli va hurmatli mehmonlarimiz xizmatida bo'ldi. Tashakkurlarimiz, izhorlarimiz jonli ijrodagi qo'shiqlar sizga manzur bo'layotganligiga biz ishonamiz va bayram tadbirimizni bo'lsa ajoyib kayfiyatlarda yana davom ettiramiz. Azizlar, barchani tabriklagan holda dam suhbat deya tabriklar sahifasini ochiq deya e'lon qilsak va albatta mehmonjonlarimizdan kasb bayramlari uchun yig'ilganlar uchun chiroyli tabriklarni birgalikda qabul qilsak nima deysiz? Albatta, bilasizmi, bizning mana shu bayram oqshomini olib borish ssenariyimizda galda Xorazm elektromarket rahbari Hamza aka Rahimov hamda Akmal aka Rahimovlarni davramizga taklif qilishimiz so'ralgan. Ular bilan bir qatorda katta hurmat, ehtirom bilan Osiyo Kabel brendi hamda Prime brendi hurmatli vakillarni ham taklif qilamiz. Prime hamda Osiyo Kabel brendi hurmatli vakillari, marhamat, sizni ham davramizga katta hurmat, ehtirom bilan taklif qilamiz. Navbatdagi daqiqalar mobaynida oqshomimiz mehmonlari, hamkasblaringizga tabriklarni, ezgu niyat istaklarini izhor qilish imkoniyati, fursati sizga hozirlanadi. Assalomu alaykum. Kasb bayrami, bugungi quvonchli bayram tadbiri muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Katta hurmat, ehtirom bilan so'z navbatini taqdim qilamiz. Marhamat. Rahmat so'z berganingizga. Avvalambor assalomu alaykum hamma bu tadbirga yig'ilgan mehmonlarga. Mana necha yillardaki Ro'zmat akamlar bilan Osiyo Kabel boshlaganimizda keling akajon. Bering. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Chaqirganingiz uchun birinchidan kattakon rahmat. Endi mana bu yoqda Hamza, Akmal, Elyor, mana shu farzandlaringiz orqali birgalikda ko'rdik. Bu yutuqlarga erishganinglarni. Bundan ham keyingi yillarda ham ko'p yutuqlarga erishib yuringlar. Qolaversa hammalarni elektriklar bayrami bilan tabriklayman. Kelayotgan yangi yillar bilan. Yangi yillarda ham chiqib mana shu yutuqlardan kattalariga erishib yuringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda uchrashaylik.
Ro'zimat aka yana bir ikkita anaqalari bor edi. Murodjon Bahodir akamlar sizlarga katta salomlarni aytib yubordilar. Qarzim yetib qo'y. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat Almbay aka. Men Toshkentda birinchi ishni, kabel sotishni Almbay aka bilan birga boshlaganmiz. Bu Almbay akanga borib o'rganib shu Osiyo kabeldan boshlaganman mana. Bu yerda katta jamoa, siz ham shu u yerdagi Bahodir akaga, Alovuddinga, barcha kollektiv va murodlarga rahmatni yetkazasiz, salomlarni yetkazasiz. Rahmat Almbay aka. Almbay aka, xush kelibsiz Xorazmga deymiz. Qadamlaringizga hasanat. Sizni ham tabriklab o'tamiz. Albatta, tashakkur. Almbay aka, yana bir bor xush kelibsiz. Oqshomimizda bayram tadbirida ko'rib turganimizdan nihoyatda mamnunmiz. Zayniddin akamizga ham katta hurmat, ehtirom bilan so'z navbat taqdim qilishni istaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlarimiz, elektriklarimiz. Sizlarni bugungi bayramingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qadamingiz hasonatli bo'lsin. Xudo xolisi bizni Prime kompaniyasi Hamza akamgilar bilan, Hoji akamgilar bilan ish boshlaganimizga 15 yil bo'libdi. Shu 15 yil davomida yelkama-yelka ishlab qo'ldan kelgancha mahsulotlarni yetkazib beryapmiz. Xudo xolisi ishlash jarayonlarimiz davomiy bo'lsin. Kelganingizga kattakon rahmat, e'tibor uchun. Hoji akamgilarga o'sha akalarim nomidan alangali salomlarni yetkazib yuborishdi. Nodir akam, Sulton Murodov, Nusrat akam, Doniyor akamgilar katta salom aytib yuborishdi. Xudo xolisi ko'p yillar yana bardavom bo'lib ishlashingizni Alloh nasib qilib o'zi aylasin, aka. Rahmat Zayniddin. Oldin EKF davrida boshlagan edik, keyin Prime bo'ldi. Mana ancha yil oldi birga hamkorlik qilib kelyapmiz. Bularning ishlariga ham omad tilaymiz. Barchasiga salomlarni yetkazasiz. Hoji boboga, Nusratlarga rahmat Zayniddin. Tashakkur, rahmat. Salomat bo'ling. Prime kompaniyasi marketing bo'limi rahbari Javohir aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Diqqat, e'tibor sizga qaratiladi. Marhamat. Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Kompaniyamiz nomidan, Hamza Kamba kompaniyalari nomidan tashrif buyurgan barcha mehmonlarni bugungi xalqaro elektriklik kuni bilan hammanglarni tabriklab qolamiz. Hamza aka, sizni ham tabriklaymiz. Zayn akam aytganlaridek, bu yil bizda 15-yili bo'layotgan ekan. Hamza akam bilan eng ishonchli hamkorligimiz yuzasidan o'shani ham bir tantanavor taqdirlash marosimida qisqa kichkinagina arzimasa ham sovg'alar olib kelganmiz. Xudo xolisa shu tashabbus ko'rsatgan salohiyatli, ambitsiyasi kuchli elektriklarimizga, mijozlarimizga doimiy e'tibordamiz. Xudo xolisa va bundan keyin ham har qanday takliflarga ochuvmiz. Rahmat hammanglarga. Rahmat, salomat bo'ling. Muborak bo'lsin yana bir bor bayram. Xo'p, hozir Prime kompaniyasi vakillari sovg'alar hozirlashgan, to'g'rimi? Bu haqida qisqacha to'xtalib o'tishingiz uchun, ma'lumot berishingiz uchun mikrofon taqdim qilmoqchiman. Marhamat, Javohir akamiz ayni daqiqalarda bugungi oqshom ishtirokchilariga bayram sovg'alarini hozirlaganlar. Bu bayram sovg'alarini bo'lsa, o'ziga xos tarzda taqdim etishni rejalashtirganmiz. Marhamat qiling. Bugungi bayram kechasida nutqimizning ilk daqiqalarida aytganimizdek ko'plab sovg'alar bor. Hali mamnun bo'lasiz. Marhamat. Xo'p bo'ladi. Demak, 10 ta elektrik ustalarimizni ismlarini o'qib eshittiramiz va ularni taklif etgan holda maxsus sovg'alarni taqdim qilamiz. 2025-yilning namunali soha mutaxassisi Sapayev Sherzod Rustamovichni taklif qilamiz. Yulduroz qarsaklar sadosi ostida azizlar. Marhamat. Musiqiy fanfarlarni ham hozirlasak nihoyatda o'rinli bo'ladi. Yilning namunali soha mutaxassisi Sapayev Sherzod Rustamovich taklif qilinmoqda. Marhamat qiling. Navbatdagi hurmatli mutaxassis yilning namunali soha mutaxassisi Abdukarimov Mo'minjon Rozmatovich taklif qilinadi. Qarsaklar chalib tursak nihoyatda o'rinli bo'ladi azizlar. Navbatdagisi yilning namunali soha mutaxassisi Yo'ldoshev Rams Qurbonboyevich taklif qilinmoqdalar. Marhamat. Katta rahmat. Davom qilamiz. Mutaxassislarimiz
ayni mana shu nominatsiya yilning namunali soha mutaxassisi nominatsiyasi g'oliblari Sobirov Ozod Allabergan o'g'li taklif etiladi. Qarsaklar chalib turamiz. Yilning namunali soha mutaxassisi nominatsiyasida Rahimov Jamoliddin Yo'ldoshevichni ham taklif qilamiz. Marhamat qiling. Ayni mana shu nominatsiya g'oliblaridan yana biri Rahimov Sherzod taklif qilinadi. Guldiroz qarsaklar sadosi ostida. Yilning namunali soha mutaxassisi Qalandarov Zafar Sobirovich taklif qilinadi. Ulguryapmizmi? Bayram muborak bo'lsin. Soha vakillarini qutlaymiz. Demak, Qalandarov Zafar Sobirovich tabriklaymiz. Navbatdagi hurmatli mutaxassis Yo'ldoshev Beksot Shayxnazar o'g'li taklif etiladi. Marhamat. Ismlari e'tirof etilgan hurmatli mutaxassislarimiz yonimizga tashrif buyurishingizni iltimos qilamiz. Navbatdagi hurmatli insonimiz 2025-yilning namunali soha mutaxassisi Abdurasulov Ulug'bek Boltaboyevich taklif etiladi. Marhamat. Soha vakillarini yana bir marotaba tabriklab o'tamiz. Bardavom bo'lsin deymiz. Davom qilamiz. Soha mutaxassisi eng namunali soha mutaxassislari taqdirlanishmoqda. Abdrimov Qudrat Shuhratovich taklif qilamiz. Marhamat. Azizlar, guldiroz qarsaklar ila qo'llab-quvvatlab turamiz. Xo'p bo'ladi. Yana bir bor e'tirof qilamiz. Hali sovg'alarni qabul qilib ulgurmagan mutaxassislarimiz bor. Ismlarini birin-ketin yana bir bor e'tirof qilamiz. Diqqat qiling. Sapayev Sherzod Rustamovich, Abdukarimov Mo'minjon Rozmatovich, Yo'ldoshev Rams Qurbonboyevich, Sobirov Ozod Allabergan o'g'li, Rahimov Jamoliddin Yo'ldoshevich, Rahimov Sherzodbek, Qalandarov Zafar Sobirovich, Yo'ldoshev Beksot Shayxnazar o'g'li, Abdurasulov Ulug'bek Boltaboyevich hamda Abdrimov Qudrat Shuhratovich 2025-yilning namunali soha mutaxassislari nominatsiyasida g'olib deb topildi va ularga Prime kompaniyasi tomonidan Yangi yil tuhfalari, sovg'alar taqdim etilmoqda. Ismlarni e'tirof qilgan hurmatli insonlarimizni yana bir bor taklif qilamiz. Keling. Sapayev Sherzodbek, Qalandarov Zafarbek, marhamat qiling. Xo'p bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, bugungi oqshomimizga qadam ranjida qilib mana shu sovg'alarni shaxsan qabul qila olmaydigan mutaxassislarimizga ularning manzillariga borib yetkazib taqdim etish ishlari ham amalga oshiriladi. Zayniddin akamizga mikrofon taqdim qilinadi. Diqqat e'tiborlarimizni qaragan holda. Marhamat. Rahmat kattakon e'tibor uchun. Prime kompaniyasi tomonidan 1 yillik mehnatinglarni qo'llab-quvvatlash maqsadida arzimasa ham mana shu sovg'alarga sazovor bo'ldinglar. Xudo xolasa men o'ylayman, keyingi yillarga bundanda ko'proq natijalarga erishishga va yana ham ko'proq elektriklarga xudo xolasa sovg'a salomlar olib kelamiz. Yana sovg'a salomlarimiz bor. U Hamza akam tomonidan o'zi yana taqdirlanadi xudo xolasa. Va qani anu? Hamza akamniki. Bu Hamza akamniki. Hop. 15 yilda boyayotganimiz
Hamza aka sizga ham xudo xolasa mehnatlaringizni samarasi sifatida mana shu yodgorlik, suvenir deydimi? Sizga ham olib kelganmiz, aka. Guldiroz qarsaklar chalib qo'yamiz azizlar. Kompaniyaning 15 yillik ishonchli hamkori Rahimov Hamza Rozmetovich taqdirlanmoqda. Guldiroz qarsaklarini doimiy chalib qo'ysak bo'ladi. Tadbir tashkilotchilaridan biri. Rahmat. Tabriklaymiz. Hamza aka, marhamat. Bu Prime kompaniyasiga ham rahbarlariga mana birgalikda ishlashib turgan Zayniddin Javohir sizlarga ham katta rahmat. Mana shu xalqimizni ehtiyoji bo'lgan elektrotovarlar yetkazib berish bo'yicha yaxshi xizmatlardasizlar. Sizlarga ham minnatdorchilik bildiramiz. Katta rahmat. Ishlaringizga omad. Yurtimiz tinch bo'lsin, oilalarimiz tinch bo'lsin, ishlarga rivoj bersin. Rahmat sizlarga ham. Elektrik ukalarimizga ham tabriklaymiz. Sizlarga ham rahmat deymiz. Har doim shunaqa yaxshi kunlarda o'tirib, shunaqa sovg'a salom ulashib yurish nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Yana bir marotaba kasb bayramingiz bilan tabriklaymiz azizlar. Voltus kompaniyasi xodimlariga ham sovg'alar bor, to'g'rimi? To'g'ri tushundimmi? Xo'p. Ularni ism shariflarini taqdim qilsangiz o'qib eshittiramiz. Marhamat. Voltus jamoasidan bizani ikkita salohiyatli hamkorimiz Bektemir akam. Bektemir akam shu yerdamilar? Bektemir akamga bittasini beramiz. Kompaniyaga qo'shgan xizmatlaringiz uchun rahmat. Keyingisi hammamizni taniydigan, zakazlarni beradigan Sarvar akamga. Farih akamga. Farih aka. Farih aka ko'p zakazlar yozing. Tabriklaymiz. Rahmat hammanglarga. Rahmat. Taqdirlanganlarni va taqdirlaganlarni Guldiroz qarsaklar bilan olqishlab qo'yaylik, qadrli mehmonlar. Tashakkurlarimizni qabul qiling. Xo'p bo'ladi. Farruh akamizga nutq uchun mikrofon taqdim qilinadi. Ish boshqaruvchi hurmatli bugungi o'xshovimizning tashkilotchilaridan biri, marhamat. Hamkasblarni, aynan elektrik xodimlarni taqdirlash va tabriklash uchun marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli elektriklar, ustalar, o'rtaq dizaynerlar, hammangizni shu keltirgan kasb bayramlaringiz, elektriklar bayramlari bilan tabriklaymiz. Hamisha shunday bayramlarni birgalikda inshaalloh nasib etsin. Har yil bilsangizlar shu elektriklarni bayrami kuni biza shunday tadbir qo'yib beramiz. Shu hammaga omad tilaymiz. Agar shu qo'yib berilgan yutuqlar har bir odam shu yutuqlara o'zini nima deydi? Hissasini qo'shadi. Har kim shu sovg'aga loyiq odamlar o'tiribdi. Shu hammaga omad tilayman. Shu qo'yilgan narsa yutuqlar har kim o'zini egasini topishini tilab qolaman. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Improvizatsiya qilamiz endi. Keling. Qadrli mehmonlar, Prime brendi 500 ming so'mlik voucher hozirlagan. Sovg'a tariqasida bu voucherlarni taqdim qilish uchun bo'lsa, o'ziga xos savollarni siz hurmatli mehmonlarimizga o'qib eshittiramiz. Birinchi bo'lib qo'l ko'targan holda javob bergan mehmon aynan mana shu voucherlarni birin-ketin qo'lga kiritishni boshlaydi. To'g'rimi? Birinchi savolimiz o'qib eshittiramiz. Xo'p, birinchi savol quyidagicha. Tadbirkorlarimiz, ya'ni bugungi oqshom tashkilotchilari hozirlagan savol va u quyidagicha. Xorazm elektromarket do'koni qachon ochilgan, qachon tashkil topgan? Ayni mana shu savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan hurmatli mehmonimizga voucher taqdim qilamiz. 500 ming so'mga teng bo'lgan voucherni taqdim qilamiz. Demak, qo'l ko'targan holda hurmatli mehmonimiz o'z javoblarini aytadilar.
Savol: Xorazm elektromarket do'koni qachon tashkil topgan? Javobingiz 2012-yil may oyida bu. 2012-yil may oyida. Hamza aka, bu javob qoniqarlimi? Bu kattalashgan qismini aytib berdi. Undan oldin bozorda boshlangan. Boshqa yil. Demak, bozorda boshlangan qismini biladigan mehmonimizga mikrofon taqdim qilar ekanmiz. Labbay. 2011-yil. Aprel mayda to'shni bilinmaymiz. 2011 dedi. 2011 emas. Davom qilamiz. Xo'p. Keling yonimizga. Javobingiz 2009. 2009 degan javob qoniqarlimi? Qabul qilamizmi yoki yo'q? Keling. 2005-yil. 2005 ham emas. 2008-yil. 2008. To'g'rimi? 2008 javobini bergan insonni yonimizga taklif qilamiz. To'g'ri demoqdalar. To'g'rimi? Hamza aka? 2008-yil, to'g'rimi? Ozg'ina yaqinlashdilar. Yo'q. Demak, to'g'ri javobni men bilaman endi. Siz bilan muloqot davom qildiramiz. Qo'l ko'taring. 2007. 2007-yil va bu to'g'ri javob. To'g'rimi Akmal aka? 2007-yil javobini bergan akamizni taklif qilamiz. Marhamat. Ismingiz? Jasur. Jasur akamiz Prime brendidan 500 ming so'mlik voucherga ega bo'lmoqlar. Guldiroz qarsaklarni chalib qo'yamiz. Jasur aka, tabriklaymiz. Bayram tabrigi ikki og'iz, marhamat. Assalomu alaykum. Elektriklar. Hammangga Den Elektrika kuni bilan tabriklayman. Ilohim shu ishlaringiz rivoj. Sizlar ham shu akmalar ishlaringiz rivoj tilaymiz. Ilohim shu ko'p bayram bilan ko'ringlar. Rahmat. Bu yerda keyingi savol ham aynan Xorazm elektromarket do'koniga tegishli. Uni o'qib eshitiraman. Javobini to'g'risi Akmal aka men bilmayman. Yonimda bo'lib turishingizni iltimos qilaman. Ikkinchi savol quyidagicha. Xorazm elektromarket do'konining Xorazmda nechta filiali bor va qayerlarda joylashgan? Ushbu savolga birinchi bo'lib qo'l ko'targan holda javob bergan mehmonimizga ikkinchi 500 ming so'mlik voucher taqdim qilinadi va bu voucher Prime brendi tomonidan taqdim etilmoqda. Bormi biladiganlar? Xorazm elektromarket do'konining filiallari va nechtasi bor? Qayerda joylashgan? Birinchi bo'lib qo'l ko'targan akamizga mikrofon taqdim qilamiz. Marhamat. 4 yerda. Qo'shko'pir, Xiva, Yangiarqanqa. To'g'rimi? Akmal aka? Yo'q. Ikkinchi ishtirokchimiz marhamat. 4 yerda bor, Nukusda, Toshkentda, Xorazmda ikkisi bor. Birsi Qo'shko'pirda. Akmal aka, javoblarni eshityapsizmi? To'g'rimi? Yoki to'g'ri javobni aytib qo'ying. Shundan kelib chiqqan holda mehmonlarimiz bilan suhbat davom ettiramiz. Aynan shunaqa javob berishdi hozir. Keling, sizni taklif qilamiz. Aynan shunaqa javob berishdi hozir. Yana bir marta eshitamiz. Qayerlarda bor? Xorazmda ikkisi bor, Qo'shko'pirda birsi, Urganchda birsi, keyin Nukusda, keyin Toshkentda bor. Juda ham yaqin javob. Bu yaqin javobga aniqlik kiritamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Nukusda bor ikkisi, Urganchda bor. Toshkent, Urganchda 3si bor. Sonini ayting. 6 mi 5 mi? 6. Rahmat javob uchun, ishtirok uchun, lekin bu qoniqarli deya topilmoqda emas. Davom qilamiz. Marhamat. 4 yerda bor. 4 yerda. Urganchda, Nukusda. Urganchda 2, Nukusda. Qo'shko'pirda.
Yangarıkdami? Noto'g'ri javob. Aniqroq javob bera oladigan mehmonimiz bo'lsa, taklif qilamiz. Keling. Marhamat. Yangiarqda birsi bor, Urganchda 3si bor, Nukusda birsi, Toshkentda birsi. Yaqinroq javob lekin aniq emas, to'g'rimi? Akamiz ham tashrif buyurdilar, marhamat. Общих филиалов 7 штук. Umumiy 7 demoqdalar. Lekin bu ham aniq javob emas. Bizga qaysi shaharda bor ekanliklari ham aytilishi kerak. Assalomu alaykum, marhamat. Nukusda 1, Toshkentda, Urganchda 3 yerda, Qo'shko'pirda 1 dona. Общий 6 dona bor. Demak, bu ham aniq va to'g'ri javob emas. Hamza aka eng yaqin javobni aytgan akamiz mana shu bo'ldi. Ularni taklif qilib, eng yaqinlashgani Jamshidbek bo'ldi, keling. Nukusda 2 ta filialimiz bor. Keling. Toshkentda 1 filialimiz bor. Xorazmda, Urganchda 3 ta filialimiz bor. O'zimiz shoqobchalar. Undan tashqari dillerlar bor, endi ularni qo'shmadim lekin. Dillerlar bor. Qo'shko'pirda ham, Yangiariqda ham, Qozoriston bor. Xanqadan bor. Jamshidboy yaqinlashdi lekin, to'g'ri. Tabriklaymiz. Jamshidbek tabriklaymiz. Bayram tabriklaringiz, marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Hammani shu kirib kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Shu o'yinda hammaga omad. Kimga zarur bo'lsa, shu odam yutsin yana. Omad, rahmat. Rahmat. Davom qilamiz. Keyingi savol Hamza aka o'zingiz bering mana shu savolni. Marhamat. LED nakal lampadan LED lampaga nechanchi yil o'tdik? LED lampalarni nechanchi yilda kirib keldi? Shuni topinglar. Demak, LED lampalari qaysi yilda kirib kelgan? Birinchi qo'l ko'targan holda javob berishni istagan mehmonimiz, marhamat. 2013 da o'tib boshladi. 2013 degan javobni bermoqdalar. Sizning javobingiz? Yaqinlashdi lekin, ancha yaqinlashdi. 2012. To'g'ri. To'g'ri javob. 2012-yilda LED lampochkalar kirib kelishi boshladi. 2012-yil javobni javobni nakal tugatilib boshlaganda beradi. 2012-yil javobini qabul qilamiz. Aniq javob deb e'tirof qilindi va ularga mikrofon taqdim qilamiz. Marhamat. 500 ming so'mlik voucher taqdim etilmoqda. Qarsaklar og'ushida azizlar. Bayram tabrigi sizdan eshitamiz, marhamat. Hammani bayram bilan tabriklayman. Ilohim ko'p bayramlarni yurish nasib etsin. Sizlar ham shunday do'stlarga ochib o'tiribsizlar. Hamma ishlaringizga baraka tilaymiz. Do'konni ham savdo gullab yashnaversin. Hammani tabriklayman kasb bayramida. Rahmat. Salomat bo'ling. Tabriklab qo'yamiz. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz joyingizga. Akmal akamiz navbatdagi savolni o'qib eshittiradilar, marhamat. Bizlarni Voltus brendimiz qachon tashkil topdi? Voltus brendi qachon tashkil topdi? Birinchi qo'llarni ko'targan holda javob berishga shaylangan mehmonimiz, marhamat. 2024-yilda. 2024-yil javobi. Aniqmi? Davom qilamiz. 23. 2023-yil javobi aniq bo'ldi. Qarsaklar chalib qo'yamiz, marhamat. Va 500 ming so'mlik voucher sizga taqdim qilinadi. Prime mahsulotlari uchun Prime kompaniya hamkori tomonidan bayram tabrigi eshitamiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu elektriklarni bayram bilan elektriklarni tabriklayman. Shu Hamzamizga rahmat aytamiz. Shunday bizlarni bayramda qo'llab-quvvatlab podarkalar berib turganiga rahmat. Gullab yashayversin. Sizga ham tashakkur ishtirokingiz uchun, oqshomdagi bizni brend haqiqatdan 2023-yilda dizaynlashtirilgan, qilingan, 2024-yil joriy qilib patentlangan. 2023-yil o'zi tashkil topgan, 2024-yil patentlandi-da. Davom qilamiz Akmal akamdan navbatdagi savol. Keyingi savolimiz Voltus brendi aslida tovarlarimiz qachondan kirib boshladi? Xitoydan. Xitoydan qaysi yildan boshlab Voltus brendi ostida mahsulotlar kirib kelishni boshladi? 2024-yil, to'g'rimi? 2024-yil. Bu javob to'g'ri lekin. Keling, tabriklaymiz va 500 ming so'mlik voucher Prime mahsulotlari uchun sizga taqdim etiladi. Rahmat hammaga, kirib kelaturgan 2026-yil hammaga omadli bo'lsin. Shu mashinani bir zarar banda mashina yo'q, odam uchsin.
Qarsaklar og'ushida tabriklab kuzatib qo'yamiz. Xolis niyat uchun rahmat. To'g'ri gap aytdi. Xudo xolasa shu mashina yo'q, mashina ehtiyoji bor, inson o'tsin bu safar ham. Har safar shunday o'tdi, xudo xolasa bugun ham ikkita mashina ehtiyoji bor odamga nasib qilsin. Menimcha hamma niyat shu. Ikki mashina bo'lsa, prava birində qaytib ketadi, cho'lashib birisizlar keyin. Arg'inga dokumentni qo'ymangiz uchun g'oya tutadi. Katta rahmat deymiz. Qatnashchilarimizni yana bir marotaba muborakbod etamiz. Bosh tashkilotchilarimizdan Hamzabek akamizga ham alohida tashakkurlar izhor qilamiz azizlar. Badiiy sahnamiz markazidan nigohingizni uzmaysiz. Endi navbatni san'atkorlarimizga bersak. San'atkorlarimizga, xush ovoz xonandalarimiz sahnamizdan o'z xonishlarini sizning e'tiboringizga havola qilishga taraddud ko'rishmoqda. Katta hurmat, ehtirom bilan bugungi oqshomimizning yana bir xush ovoz xonandasini e'tirof etgan holda sahnamizga taklif qilamiz. Xorazm san'ati yana bir yosh iste'dodli namoyandasi Og'abek Sharipov siz uchun kuylaydi. Marhamat azizlar.